Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube ahli. Biz mana yangi obyektimizni bitirdik. İchki tarafini. Shuni hozir sizlarga qisqacha qilib obzor qilib beraman. Bu xonamiz shlaka blokdan urilgan stenalarimiz. Bu mana tashqi fasadi. Xo'p, bunga ketadigan narsalarimiz, xo'p, bu bitta xonamiz. Keyin bu yoqda kichikroq xonamiz bor. Shu mana kichkina ikkita xonamizga где-то bir 90 kvadrat ikkovi. Bularga $100, 1.300.000 so'm atrofida rasxod bo'ldi. Uning ichiga qum, ohak, mayda-chuyda rasxodlar kiradi. Usta puli bu yerdagi 35.000 so'mdan bo'ldi. Andijon shaharda qilayotgan ish joyimiz. Xudo xolasa ishimiz sifatlik. Biz почти подмек kastuvasida suvimiz. Ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa sifatli. Mana xohlagan joyga qo'yib ko'rganingizda umuman zazur bo'lmaydi. Mana eshigimizni yon atrof qismi, tepa taraf. Keyin shunaqa qumsuvoq qildirmoqchi bo'lgan akalarimiz, ukalarimizga bizning maslahatimiz imkon qadar eshik derazalarni biz qumsuvoq uylarni qildirib bo'lganinglardan keyin qo'ysanglar, ancha muncha anaqa har xil holatga tushmaydi eshik derazalar. Bunda ham ozgina rastvor bu narsalar tegadi, endi uni tozalab chiroyli qilib qo'ydik. Prosta sifatli turadi. Keyin qo'ysanglar. Keyin imkon qadar patologimizni shu suvoqdan keyin qildirganinglar ham yaxshi. Sifatli turadi. Bu polimiz tashka bo'ladi. Xo'p, suvog'imizning narxlari O'zbekiston bo'ylab 35.000 so'mdan 50.000 so'mgacha qilyapmiz. Sement, ohak, suvoq hammasi bizda bir xil narxda. 35.000 dan 50.000 ga degan sababimiz, ishingizni borib ko'ramiz. Agar rastvoringiz me'yoridan qalinroq yeydigan bo'lsa, mehnati qo'shiladi. Shuni hisobiga narxi 5-10 ming so'm razlika qilishi mumkin. Biz Andijon shaharidanmiz. Xudo xolasa nomerlarni yozib qo'yamiz. Xizmat bo'lsa aloqaga chiqasizlar.